Assalomu alaykum. Yaqinlar yaxshimisizlar? Qaranglar, kecha video qo'ygandim. Qanday shart bajaray, eng qiziqarli shartni bajaraman degan. Do'stlar, hozir bir kishi yozibdi-da, tepalikka chiqib o'zingizni suvga oting, sakrang deb. Do'stlar, menga jon kerak, jon. Xullas do'stlar, men Abu Dabida yuribman, bilasizlar. Kecha kuniga qancha odamga obuna bo'lay deb qo'ygandim. 22 ta odamga aniqladik. Ana do'stlar, har kuni endi 22 ta odamga obuna bo'laman. Qachon sizlarga ham bosib qolishim mumkin do'stlar. Haqqoniy, mana bugun 7-dekabrdan boshladim mana. 22 ta odamga tık. Do'stlar, mana hozir Abu Dabidaman. Bilol do'stimiz hozir ishda. Shaharning go'zalligini ko'ringlar do'stlar. Bu yoqda yoz yotib, ertaga O'zbekistonda qor yog'ar ekan vatanimda do'stlar. Haqni aytgan mard bo'lar, nomard tilagan bo'lar. Haqni kuylar hofizni tori bilan o'ynashma. Haqni aytgan mard bo'lar, nomard tilagan bo'lar.